Ya'ni o'sha maqsad bilan orzuni farqi, mana ishonmaysiz, juda ham ko'p kelin-kuyovlar, yangi kelin-kuyovlar kelganda aynan maqsad va orzu deymiz, shu mezoni bilan juda ko'p uchrashadi. Aytishadiki, "Voy, menga bilasizmi, qanaqa rasmlar chizib beruvdilar yoki nimalar va'da qiluvdilar" yoki kuyov ham aytishi mumkin. "Voy, men tili jag'i yo'q deb o'ylovdim, muloyim deb o'ylovdim, chaqqon deb o'ylovdim." Boshqacha ekan u. Ya'ni reallikda ko'p narsa boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni mana buni ham o'zini deylik bor. Mana agar o'sha maqsad noreal bo'lsa, u orzuga aylanishi mumkin. Ya'ni real bo'lishi kerak. Ya'ni masalan deylik, bolam deylik sportchi bo'lishni xohlayman desa, u uni o'sha fizik strukturasiga, o'sha sog'lig'iga deymiz, uni deylik ma'naviyatiga, oilamizdagi o'zi qo'yilgan ma'naviyatga to'g'ri kelish kerak va aynan sog'lig'iga ham to'g'ri kelish kerak. U real bo'lishi kerak. Yoki kimdir aytadiki, bolam buyuk kompozitor bo'lishni xohlayman. Unaqalarni ham ko'rganman. Lekin bolada haligi men o'zim musiqa maktabida o'qiganman, hali sluh degan narsa deyiladi. O'zi musiqiy yo'nalishi o'zini kerak bo'ladigan qanaqadir mezonlari bor. Unaqa narsa bo'lmaydi. Yoki kimdir aytadiki, bolam juda ham katta biznesmen bo'lishini xohlayman. Bugun juda ko'p shu narsa. Lekin mana biz ishlaymiz, bizning ishlaydigan yo'nalishimiz bittasi o'sha biznes struktura bilan ishlaymiz. Uni o'zini, bilasizmi, masalan, davlat strukturasini o'zini bitta mezoni qolipi bor. Biznes strukturani o'zini va qaysidir bolada tegi biznes strukturada ishlashga tug'ma sifat bo'lmasligi mumkin yoki keyin shakllangan sifat bo'lmasligi mumkin. Kimgadir aynan biznes struktura osonroq, davlat strukturasi qiyinroq bo'lishi mumkin.